101-hikoya 3 odamning imtihon qilinishi. Buxoriy va Muslim to'plagan hadislarda bu hikoyani Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasul akram sallallohu alayhi va sallam nomidan bunday rivoyat etgan. Payg'ambar alayhisalom: sizdan avvalgi ummatlardan 3 kimsaning abras, kal va ko'r bo'lganlari ahvoldan hikoya qilib beraman. Alloh taolo imtihon qilish uchun ularning oldiga bir malak yubordi. Malak oldin badaniga oq tushgan abras kasalligiga mubtalo bo'lganning oldiga keldi va dunyoda eng yaxshi ko'rganing nima deb so'radi. U odam tanamning go'zal, chiroyli va silliq bo'lishini, odamlar meni ko'rib xursand bo'ladigan chiroy sohibi bo'lishni yaxshi ko'raman. Eng xohlagan narsam shu dedi. Malak abras kasalligiga mubtalo bo'lgan odam badanini siladi va uni go'zal bir vujud sohibi qilib qo'ydi. Malak: endi senga davlat beraman, qanday molni yaxshi ko'rasan dedi. Abras: men tuyani juda yaxshi ko'raman dedi. Abrasga 10 oylik irg'ochi bir tuya berib, malak bu tuyani Alloh sen uchun barakali qilsin deb duo qildi-da, kal bo'lib qolgan odam oldiga bordi. Malak kalga: dunyoda eng yaxshi ko'rganing nima dedi. Kal: eng yaxshi ko'rganim chiroyli sochli bo'lish. Kallikdan qutulish uchun hech narsamni ayamayman dedi. Malak uni ham tuzatdi, kasallikdan qutuldi, boshidan chiroyli soch o'sib chiqdi. Malak: hozir senga davlat, boylik beraman, nimani xohlaysan deb so'radi. Kal: sigirni juda yaxshi ko'raman, bir sigirim bo'lishini xohlayman dedi. Unga bir sigir berildi. Malak bu sog'in sigirni Alloh sen uchun barakali qilsin deb kal bilan xayrlashib ko'rning oldiga bordi. Malak ko'rga: dunyoda eng yaxshi ko'rganing nima deb so'radi. Ko'zi ojiz: eng orzu qilganim ko'zlarimning ko'rishidir dedi. Malak uni ham davoladi, uning ko'zlari ochildi. Malak: senga boylik beraman, nimani yaxshi ko'rasan dedi. Ko'r: eng yaxshi ko'rganim qo'ydir. Qo'y suruvlarim bo'lishini istardim dedi. Ko'rga irg'och qo'y berildi. Tuya bo'taloq, sigir buzoq tug'ib berdilar, qo'y qo'ziladi. 3 odam shunchalik boyib ketdilarki, ko'p vaqt o'tmay uchalasining ham bir vodiyni to'ldiradigan tuyalari, sigirlari, qo'ylari bo'ldi. Har birlari bir vodiyga ega edilar. Hammasi mollari bilan shug'ullandi. Keyin malak yana yerga tushib, badaniga oq tushgan odam oldiga abras qiyofasida keldi va: ey badavlat inson, men bir g'arib musofirman. Ko'p yurdim, menga Alloh rizoligi uchun bir tuya ber, manzilimga yetib olay. Sening ranging va badaningni chiroyli qilgani haqqi menga yordam ber dedi. Badaniga oq tushgan odam: beradigan narsam yo'q, hamma narsani berib bo'lganman dedi. Malak: men seni taniyotganga o'xshayman. Seni hamma hazar qiladigan, odamlar arganadigan abras emasmisan? Sen juda kambag'al eding. Alloh senga irg'och tuya berib badavlat qilmadimi dedi. Abras badaniga oq tushgan: yo'q, u odam emasman. Bu mol menga otamdan, bobomdan qolgan dedi. Malak: agar yolg'on so'zlasang Alloh seni avvalgi holingga keltirib qo'yadi deb undan nari ketdi. Keyin kal odam suratida kalning oldiga bordi. Abrasga aytgan so'zlarini unga ham aytdi, yordam so'radi. Kal ham o'shanday javob berdi. Malak kalga: agar yolg'on gapirsang Alloh seni avvalgi holingga qaytarsin deb undan uzoqlashib ko'rning oldiga bordi. Ko'rning avvalgi holatiga kirib ko'rga: men faqir, yo'qsil odamman, yo'lda qoldim. Yurtimga qaytishga imkonim qolmadi. Menga Alloh rizosi uchun yordam ber. Sening ko'zlaringni ochgan, ravshan qilgan, senga davlat bergan Janobi Haqning rizosi uchun menga bitta qo'y ber dedi. Ko'r unga: ey g'arib yo'lchi, men avval sen kabi ko'r edim. Alloh ko'zlarimni ravshan qildi. Ko'zlarimni takror qaytarib berdi. Men juda faqir edim, menga bir qo'y berdi. Undan davlat orttirdim. Baraka berdi. Hozir ko'rib turganing suruvlarning hammasini u berdi. Uning uchun istaganingcha qo'y olishing mumkin. Alloh uchun hech narsani ayamayman dedi. Malak: moling o'zingga buyursin. Alloh barakatini orttirsin. Bu sizlar uchun Alloh tarafidan bir imtihon edi. Tanishlaring halok bo'lib ketdilar. Ular Alloh g'azabiga uchradilar dedi. Izoh va o'git: bu hadis qanchalar ibrat darsi beradi. Bizning zamonamizda o'sha zamonlarning abrasiga va kaliga o'xshagan qancha abras va kallar bor. Agar ulardan biror yordam so'rasang, senga aql o'rgatadilar, nasihatlar qiladilar. Demak, bunday odamlar dunyo bunyod etilgandan beri bor. Allohning bu hikmatini ko'ring. Yomon fe'lli odamlarning fe'llari bilan bir-biriga aynan o'xshatmoqda. Alloh va subhanalloh.
Ba'zan odamlar qanday zolim, qo'rqinchli bo'lishlari mumkin. Tarix takrordan iborat deydilar. O'z zamonning nonko'r abrasiyle kali bu kunning xuddi shunday nonko'r odamlarga o'xshaydilar. Eshiklariga bir faqir kelsa, bilasanmi buning qancha turishini deb quvlaydilar.